Barchaga assalomu bolalar, sizlar bilan Crafting YouTube kanali. Bugun biz sizlar bilan life hacklarda sinaymiz. Unsa boshladik. Birinchisiga bizga slime, keyin kimani ikkalasi ham, keyin motor observer kerak bo'ladi, albatta. Keyin oxiri bitta любой blok. Endi keyin gugurt. Bolalar mana avvaldik, unsa biz qurishni boshlaymiz. Birinchi mana bunday qurib chiqamiz. Keyin baqam blok uchamiz. Bola buni kreativda qurgan usulroq. Agar serverda qurmoqchi bo'lsanglar, qiyin bo'ladi. Mana shu yerga qo'yib, bundan 20 milisidan qo'yamiz ki tepaga 3 ta. Unaqa bolalar, mana ham qurdim, faqat o'xshadim deb. Mana bola bunday qilib boqib qo'yamiz. Bolalarga uzr resus pak salmo qulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, resus pak tayib yo'q. Baqay 20 milisidan hozir bola sal changitib pasaytirib. Bola aytmoqchi, bundan resurs pak ishlamaydi, chunki yangi versiya. Bolalar mana xuddi shunaqa qo'yib chiqasizlar, faqat mana o'shiqcha. Mana bolalar endi qaranglar. Ana, endi bola uchaveradi. Keyin hozir mana Minecraft olamiz, keyin mana olamiz. Qani bu? Tepaga chiqib ketibdi bola mana. Baqa vagon qo'yib. Mayli bola sal o'xshamay qoldi. Uchaveradi. Bunday qilib baqa vagon qo'yib qo'ysalarim hech nima qilmaydi. Maza qilib sizlar uchib ketaverasizlar, mana o'tib olasizlar. Mana bola olmasa keyingi life ko'tdik. Hozir endi bizga vardenda narsalar kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda hozir mana ili slime yana bekor yo'qotib. Mana bundan yana bitta любой blok chiroyliroq voy. Tarakot debli. Mana bu oq qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Qana glass. Mana o'qni ham qo'ysalar ham bo'ladi. Buni yo'qotsa bo'ladi. Mana endi qaranglar. Mashaqa keyin baqa o'yinni keyin ikkita joy tashab yana mana orasida ikkita joy bo'lishi kerak, 3 ta bo'lib ketibdi. To'g'ri bo'ladi, shunday ikkita bo'lsa yo'qol. Mana endi bunday qilib qo'yamiz. Orasida ikkita joy bo'ldi. Endi bolalar bunday qilasizlar. Keyin ba'dan ulaymiz. Motor kerak bizga. Bola mana qaranglar. Endi bu ba'zida o'xshamay qoladi. Xullas bolalar. Xullas bola bu joyida qilish kerak endi. Mayli o'zim bo'lsam. Mana bu lazzat o'xshasa bo'ldi. Mana bularni o'tkachalarning og'ziga ochiladi. Kimdek atrofini o'rab qo'yishlaring kerak.
bilinib qolmasligi uchun chiroyliroq bo'lib. Mana bo'lar. Mana o'tib ketaverasizlar. Bola xullas bu lifehackga o'xshadi. Bolalar endi keyingi lifehackimiz qush bilan bog'liq bo'ladi. Qush. Buni ham qidirganimiz yaxshi. Buni endi bunaqa keyin oddiy gilas. Keyin mana o'zi o'tiribmi? Mana bolalar endi buni ham ishlar bosab ekan. Xullas mana bolalar endi bitta любой blokmanni olib qo'yamiz. Qush turish uchun mana baqa. Bola bu lifehackning nomi qushni qafasga qo'yish. Endi redstone dastak. Bunday qilib bola atrofni o'rab chiqish kerak. Bo'lmasa qush osongina qochib ketadi. Bunday qilib tagiga ko'lab qo'ysak endi baribir ham chiroyliroq bo'ladi. Mana. Yo'q. Birinchi dastak ili qush bunday qilamiz, keyin uramiz. Mana bolalar ko'rib turibsizlar, qushni qafasga soldik. Hozir endi biz mana bolalar endi yo'rg'am tushadi. Qaranglar, mana qushchamiz endi qochib ketolmayapti. Xuddi bag'da o'yna yo'q. Ko'rib turibsizlar. Bo'lsa keyingi lifehackga o'tamiz. Bolalar bunga ham glass kerak bo'ladi. Keyin lava. Keyin любой blok. Bunday qilsak bola qaranglar, tashlalaring yer tagidagi narsa ko'rinishi kerak deyishadi. Yo'q, bola xullas bu o'xshamkan endi. O'xshamadi bola, bo'lmasa keyingi lifehackga o'tdik. Bu odamni ham shunaqayna trapga tiqish. Yo'qotamiz, bu kerak. Mana endi odamlar tuxumni qo'yamiz. O'zimni tiqib ko'raman bolalar. Endi yana glass. Blok, oltin. Bakın qamab qo'yamiz. Bular redstone bo'lsa ham zo'r edi. Mana bunday qilib redstone xullas bunga ulash kerak. Mana baqa keyin o'yna. Mana bolalar, men qamaldim, ko'rib turibsizlar. Nimagadir odam g'alati qoldi bolalar. Qaranglar. Bo'ldi, endi chiqdim. Bunday qilamiz. Hozir ikkalasini ham bolalar redstone'ga qo'yib qo'yish kerak-da. Bolalar baqa narxdan ulasak yaxshi ana. Endi baqa uzoqdan. Bolalar endi ikkalasiga minnadi. Baqa yana o'yna. Bolasini tugma qilib qo'ysak zo'r bo'ladi.
hali ko'rib turibsizlar, o'tirolmayapti odam. G'alati ham bo'lib qoldi, yurishi ham g'alati. Bo'ldi mana. Bo'lar endi yana keyingi lavhaga o'tsak. Bizga suv tonada obsidian или mana tanatadan juda ko'p kerak bo'ladi. Keyin drop bermadi, nomi bilmadim. Mana drop berar ekan. Endi 3 ba'da 3 unda shunaqada, 3 o'ylaymiz. Bola buni adashmasam ko'pchilik eshitgan. Mana bo'limda atrofini obsidian o'rab chiqamiz. Ba'da ko'ylaymiz. Hoppa. Mana endi bunaqa digonlarni 3 qo'yib chiqamiz. Tepaga qarasa shunaqa qilib qolar ekan. Xuniki bo'lib. Nima bo'lar endi bularni ichiga tinitib solib chiqamiz. Ketdi bu ham, ketdi. Bola endi bularni ham oldiga bo'lib chiqamiz. Bunda bor, bunga ham bor, bunga ham bor, bunga ham bor, bunga yo'q ekan. Qolganlardan mana bolalar endi bizga redstone kerak bo'ladi. Shift tezib ba'dan oboramiz. Mana endi bola baqa dastak qo'yib qo'yamiz. Endi qarab bunda 3 ketishimiz kerak bo'ladi. Billa. Bolalar men boshqachasidan qo'yishim kerak ekan. Mayli bolalar, biz ham endi jahlda sразу qurib chiqamiz. Yo'qol. Bolalar, iltimos obuna bo'linglar shuncha qilgan mehnatim uchun. Eski kanalim Insimrodov degan bo'lgan. Afsuski u kanalda yaxshi obunachilar va prosmotr qilmagan uchun yangi ochishga qaror qildim. Endi bunga ham obuna qo'yinglar agar Insimrodovga obuna bo'lgan bo'lsalaring. Yo'qol. Shatmay tur. Hammasini 8 ga bo'lib chiqamiz. Hoppa, hammasiga xullas olib chiqamiz. Mayda-maydalab. Bola yana moblar ko'payib ketgandan qochishni boshladi. Mana boqayım 16 ili bağlı bor. Da bor. Endi bolalar bemalol baqa bunday qilib. Ana. Bolalar endi ko'ramiz, 3 ga tushimiz kerak. Bolalar shuni elektrada qilish kerak. Elektrada uchmoqchi bo'lganlar. Agar mo'da elektralaring yo'q bo'lsa, videoda sinab ko'rmoqchi bo'lsalaring, suvga tushasizlar. Ko'p ehtimol bilan 18% bilan bunda aniq tushunmaymiz. Chunki nima detsalaring, men hozir qiyshiq
sakrab qo'ydimda sakrash kerak emas. Oddiy turish kerak. Xolos bolalar qiyshig'i to'rishiga ahamiyat berish kerak. Urmaslik kerak. Ana bolalar bo'lmasa sizlar bilan Craft MC bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar. Hammaga xayr va ko'rishguncha.